Assalomu alaykum aziz muxlislar. Bugun mana Namangan viloyati musiqali drama teatrida yangi asarimiz ustida ish olib borilyapti. Hozir mana sahnada dekoratsiyalar qurilish bilan ovora, hamma o'zini ishi bilan band. Mana Afandini 5 xotini komediyasini ustida ish olib boryapmiz. Inshaalloh buni 20 yil, 25 yil adashmasam oldin ustoz san'atkorlarimiz Milliy akademik teatrini ustoz san'atkorlari o'ynagan. Biz ham havas qilib mana shu asar olganmiz. Xudo xolisa ustozlardek bir chiroyli bir asar chiqarishga, ularni bir o'ynagan rollarini shularga o'xshatib chiroyli bir harakat qilamiz, rollarni ijro etishga. Mana hozir teatrimizda mana shunaqa ishlar olib borilyapti. Sahna juda ham chiroyli, mazza. Bilasizmi, teatrda mana shunaqa ishlar olib borilayotganda, ish jarayonlarida, spektaklda mana shu yangi dekoratsiyalar qo'yiladigan paytda bir o'zgacha bo'ladi. Juda ham chiroyli bo'ladi. Mana hozir rassomlarimiz, sahna ishchilarimiz, dekorativlarimiz, shu mana shu asarni rassomi, mana hammamiz shu yerda ixtiyor mana Qo'qon maqom Farg'ona maqom teatrini bosh rassomi bugun mana bizdalar. Xudo xolasa mana shu spektaklda sahnalashtirishda, chiroyli bir sahnalarimizni go'zal qilib berishda chiroyli ishlar olib boryaptilar. Ixtiyor, qani siz orqangizdan qo'yib yuribman. Assalomu alaykum. Kelaverasizlar. Xudo xolasa albatta xalqimizga bu spektaklimizni taqdim etamiz. Juda go'zal bo'lyapti, zo'r. Inshaalloh hamma tomoshabinlarimizni ko'nglidan joy oladigan spektakl bo'ladi. Mana juda ham chiroyli. Mana yerda mana rassomlarimiz ishlashyapti. Mana qarang, shunday ustoz rassomlarimiz bor, bizning sahnada duogo'ylarimiz bor. Chiroyli qilib mana bu yerda mana sahna ishchimiz, mana Alisherxon, hammalarimiz. Hormanglar, charchamanglar. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana yerda teatrimiz rassom, bosh rassomi, mana akamizlar ishlab turibdilar hozir. Mana bosh rejissyorlar, bosh rassomlarimiz, sahna rassomlarimiz chiroyli ishlarni olib borishyapti. Biz xursandmiz, sog' bo'linglar. Albatta bu spektaklimizni xalqimizga taqdim etamiz. Albatta kelinglar. Namangan viloyat musiqali drama teatrida har kuni yangi ijod, yangi bir ko'rinishlar bilan sizlarga xizmat qilamiz.